Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar. O'zbek podkastini hafta yangiliklari rubrikasiga xush kelibsizlar. Bu yerda biz yangiliklarni aytib o'tamiz va u yangiliklar meni dunyo qarashim, fikrlashim doirasidan bu yangiliklarga bo'lgan munosabatimni sizlarga aytaman. Bu munosabat kimgadir to'g'ri kelishi mumkin, kimgadir ma'qul kelmasligi mumkin. Bu shunchaki meni nuqtai nazarim xolos. Asosan bizdagi yangiliklar O'zbekiston jamiyati, xalqi, davlati, millatiga mansub yangiliklar bo'ladi va meni bu yangiliklarni yig'ib olishimdan asosiy sabab bu O'zbekiston xalqi, millati bu yangiliklarni ko'rib o'ylashim bo'yicha to'g'ri fikrga ega bo'lishi uchun harakat qilaman deb o'ylayman. Bironta fikringiz yo qarshiliklaringiz bo'lsa, iltimos kommentariyga yozib menga albatta xabarni beringlar. Kommentariy, layklarni ayamaysizlar degan umiddamiz. O'rtoqlar, bu sal svobodniyroq rejimda ketadi, tushunishinglar uchun. Sizlar bilan demak 4 ta yangilik bo'yicha bugun gaplashamiz. Oxirigacha ko'rsanglar hammasini bilib olasizlar. Qani ketdik. Birinchi yangilikka keladigan bo'lsak, demak O'zbekiston sentyabr oyida 25-yilda 4 tonna oltin sotdi va dunyo bo'yicha eng ko'p oltin sotgan mamlakatga va yagona mamlakatga aylandi. Bu yangilikni demak har xil talqin qilsa bo'ladi. Kimdir aytadiki, deydi, pul yetmayapti O'zbekistonga, puli qolmagan, sotsa bo'ldi degan fikrlar bo'lishi mumkin. Endi bu fikrlarni bo'lishi tabiiy, chunki ko'pchilik hamma ham iqtisodni tushunurmaydi. Endi men bu narsaga qanaqa qarayman? Misol uchun siz agar Amerikada yo Yevropani bir davlatlari, Yaponiyada, Koreyada qudratli bir davlat bo'lsangiz, ya'ni sizda kamchiliklar kam rivojlangan davlat bo'lsangiz, o'shanda to'g'ri siz tillarni sotib olishingiz mumkin yoki aytaylik tillarni sotmasligingiz mumkin. O'zbekiston o'zi shundoq ham ko'p miqdorda tilla ishlab chiqargan holda unga sotish mumkinmi? Albatta sotish mumkin. Agar sizda tilla ishlab chiqarish bo'lmasa, to'g'ri, siz sota olmaysiz xohlasangiz ham. Lekin iqtisodiyingiz rivojlanayotgan paytda, sizga iqtisodiyotingiz rivojlanishi uchun pul kerak bo'lgan paytda, albatta tillani sotish bu o'rinli bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu narsaga to'g'ri qaraymiz. Iqtisodda bu narsa bor. Mana fakt aytaman. Misol uchun ochiq informatsiyani oldik. Demak, jami 21 tonna O'zbekiston shu kungacha taxminan oltin sotgan. Nega? Asosiy sababi 119 tonna taxminan o'rtacha 100 tonnadan ortiq oltin ishlab chiqarilar ekan. Endi 100 tonna oltin ishlab chiqarganingizdan keyin 20 tonna, 25 tonna sotishingiz bu tabiiy va oltin zaxira, O'zbekistonning oltin zaxirasi ham 350 tonna. Bu aslida juda katta miqdor, chunki bilasizlar, oltin ko'p joyda ishlab chiqarilmaydi va katta miqdorda ishlab chiqarilmaydi. Shuni hisobga oladigan bo'lsak, bu demak tabiiy narsa. Bundan bir yomon, negativ qidirish menimcha noo'rin. Xo'p, oltin sotildi. Uni puli nima uchun ishlatiladi deydigan bo'lsak, bizda ishlatish muhim bo'lgan juda ko'plab demak infrastrukturasi hali rivojlanmagan, ishlatish kerak bo'lgan juda ko'plab joylarimiz bor. Misol uchun maktablar, yo'l qurilishlari, infrastrukturaga umuman olganda. Undan tashqari bilasizlar, pensiyalarimiz bor. Xullas, menimcha bekorga sotilmadi va to'g'ri yo'lda ishlatiladi degan umiddamiz hammamiz
va har doim o'sha endi rivojlanayotgan mamlakatda baribir kamchiliklar ko'p bo'ladi. Buni hammamiz bilamiz, chunki u endi rivojlanyapti. O'zi rivojlanayotgan davlatda bitta narsani aniq tushunib olishimiz kerak. Rivojlanayotgan davlatlarda odatda pul kam bo'ladi. Pul kimda bo'ladi? Rivojlanib bo'lgan, уже anchadan beri o'ziga to'q deydimi? Demak, iqtisodiyoti kuchli davlatlarda puli ko'p bo'ladi. Rivojlanayotgan davlatlarda har doim pul kerak bo'ladi. Ularga shuning uchun ham mana prezidentimiz xabaringlar bor, Amerika bilan yaqinda borib keldilar. Juda katta shartnomalar imzolandi. Amerika kompaniyalari kelishi, undan tashqari Amerika fuqarolari uchun mana 1 oylik viza talab qilinmaydigan bo'ldi. Nima uchun? Bu albatta o'sha Amerikadagi biznesmenlarni, katta korporatsiyalarni O'zbekistonga kirib kelishi uchun qilinayotgan, demak, qulayliklardan biri o'sha qulayliklar hisoblanadi. Xullas, yangiligimiz bu yerda tugadi. O'rtoqlar, ikkinchi yangilikka keladigan bo'lsak, UNESCO'ni 43-sessiyasi, ya'ni sammiti Samarqandda bo'lib o'tdi 31-oktyabr kuni. Xabaringlar bor. 3000 yillik shonli o'tmishga ega Ipak yo'lining durdonasi bo'lgan millat va elatlarning tinchlik va do'stlik makoni muazzam Samarqandga xush kelibsizlar. Tushunishinglar uchun bu sessiyalar odatda Parijda bo'ladi, Fransiyada, va shu paytgacha 5 ta davlatda bo'lgan, Fransiyadan tashqari. Bu Amerikada, Livanda, Keniyada, Qohirada bo'lib o'tgan. O'zbekiston 6-davlat sifatida tarixda qoldi. Bu juda muhim bir sammit hisoblanadi. O'zi dunyo miqyosida bunaqa katta masshtab sammitlar yo'q. UNESCO'niki eng katta global sammit hisoblanadi. Bu yerda asosan ta'lim, fan, madaniyat va axborot sohalarida kelajakdagi 3 yilga mo'ljallangan siyosat va byudjetlar aniqlab olinadi. Bunga har xil qarash mumkin. Ko'rdim, ayrimlar nimaga buni qilishdi, nega buncha pul ketqizdinglar, kerakmidi shu narsa degan narsalar bo'ldi. Lekin ahamiyat bergan bo'lsanglar, oxirgi 5-6 yilda O'zbekiston dunyo miqyosida boshqacha bir davlatga aylandi. Ya'ni oldin ko'proq yopiqroq, bunaqa katta bir misol uchun tarixda ham bo'ladi deb o'ylamaganmiz. Bunaqa katta sammitlar bizda bo'lishini. Bu bilasizmi, agar oddiy tilda aytadigan bo'lsak, misol uchun sizda internet magaziningiz bor. Internet magaziningiz bor, narxlaringiz arzon, yaxshi sotmoqchisiz, lekin faqat veb-saytingiz bor. Instagramni yo'lga qo'ymasangiz, Facebookni yo'lga qo'ymasangiz, reklamani yo'lga qo'ymasangiz, siz nolligicha qolaverasiz. O'zbekiston bunaqa sammitlarni tashkil qilishi, ularni Samarqandda tashkil qilinishiga ishontira olishini o'zi bu juda katta bir yutuq, bizda hammamiz yutug'imiz. Sababi O'zbekiston oxirgi paytlarda dunyo arenasida ko'p jabhalarda o'zini ko'rsata olyapti. Bu nimaga olib keladi? O'sha oddiy tilda aytadigan bo'lsam, Instagram yo'lga qo'yilyapti, Facebook yo'lga qo'yilyapti, reklama yo'lga qo'yilyapti. Ertaga xorijiy investorlar O'zbekistonga kirib kelishi, katta bizneslarni O'zbekistonda investitsiya qilishi, katta fabrikalar ochilishi, millatimizni, xalqimizni turmush tarzi, ta'limi, ilm-fan, mana axborotlar ham ahamiyat bergan bo'lsanglar, oldin bunaqa siyosiy masalalar bo'yicha gaplasha olarmidik? Gaplasha olmasdik. Nisbatan juda katta prorив bor.
oldingiga qaraganda. Bunaqa narsalar, demak, bunaqa sessiyalarni O'zbekistonda bo'lib o'tishi, bu albatta bizni dunyo miqyosidagi o'rnimizni yanada yuqori ko'tarishimizga foyda beradi va olib keladi. Shuning uchun bu ham juda zo'r yangilik. Aytganimdek, bunga negativ qarashimiz mumkin va ta'lim nuqtai nazaridan, ilm-fan, madaniyat, axborot nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu juda ham katta bir yutug'imiz. Shuning uchun o'zbek xalqini, davlatini tabriklasak ham bo'ladi. Keyingi yangiligimiz bu muhtaram prezidentimiz xabaringlar bor, Nyu-Yorkka uchib ketdilar. Erta bir biz uchun o'zbek O'rta Osiyo 5ta O'rta Osiyodagi 5ta mamlakat uchun bo'lgan eng katta yig'ilishlardan biri Central Asia 5+1 C5+1 formati. Вашингтон готовится принять саммит президентов в формате C5+1. На повестке развитие торговли, инвестиций, энергетики и транспортных коридоров. Президент США, возможно, приедет с визитом. O'zi bilsanglar agar, u formatda O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston 5ta davlat kiradi va Amerika bilan uchrashuv bo'ladi. Bu O'rta Osiyo uchun juda katta bir yig'ilish va imkoniyat. Sababi bilasiz, Amerika o'z intereslarini nafaqat Amerikada, balki butun dunyoda olg'a suradi, imkoniyatlar yaratadi va endi bilamiz, ayrim holatlarda kimlargadir sanksiyalar qo'yib, ayrim holatlarda to'xtatib turadi. Demak, bu sammit O'rta Osiyodagi Amerikani faolligini oshirish uchun qaratilgan, O'rta Osiyoni iqtisodiy salohiyatini oshirish uchun ko'proq qaratilgan. Men sizlarga ayrim bir faktlarni aytaman. O'zbekiston bu formatdagi uchrashuvga juda, menimcha, o'zi Amerika bilan munosabatda juda yaxshi munosabatga kelyapti. Agar ahamiyat bergan bo'lsanglar, mana yaqinda prezidentimiz Birlashgan Millatlar Tashkiloti sammitida qatnashdilar, o'zlari o'sha yerda nutq so'yladilar. The assembly will hear an address by His Excellency Shavkat Mirziyoyev, President of the Republic of Uzbekistan. O'rta Osiyodan yagona prezident bilan uchrasha olgan prezident sifatida tarixda qoldilar. It's a great honor to be with the President of Uzbekistan. Albatta yaxshi. Bir xil endi aytishi mumkin. Amerika bu deyishi mumkin. Nima deydi? Bir xil Rossiya bilan bo'lishimiz kerak. O'zi bilasizlar, bu masalada ikkiga bo'linadi. Kimdir Amerika bilan yaxshi, Yevropa bilan yaxshi bo'lishimiz kerak deydi. Kimdir Rossiya bilan yaxshi bo'lishimiz kerak deydi. Endi u bo'yicha o'zimning shaxsiy fikrim, men bu bilan ruslar bilan do'st bo'lishimiz kerak emas demayapman. Sababi ruslar ham bizni do'stlarimiz. Ruslar bilan o'zaro tariximiz bor. Ruslar ham qo'shnilarimiz. Ruslar ham rivojlanishini xohlaymiz. Sababi bizni iqtisodiyotimiz bilan rus qardoshlarimizni iqtisodiyotida bog'liqliklar juda ko'p. Bu degani faqat ular bilan do'stlashishimiz kerak degani emas. O'zi boshqa bir millat vakillari bilan, do'stlarim bilan, tanishlarim bilan gaplashganda bir savolni beraman. Mirziyoyev bizni prezidentimiz haqida sizlarni xalqinglarda qanday fikr bor degan bir savolni beraman. To'g'ri, Yevropadagilar ko'pchilik bilmasligi mumkin, Amerikadagilar bilmasligi mumkin, lekin qo'shni Qozog'iston, Qirg'izistondagi do'stlarimiz aytadiki, O'zbekiston deydi, sizlarning prezidentinglar mixta deydi, zo'r deydi. Ya'ni kelisha oladi deydi. Buni oxirgi 2-3 yildan ko'rsak bo'ladi. Prezidentimiz qo'shnilar bilan qilgan munosabati. Oldin misol uchun Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston qo'shnilarimiz bilan bo'lgan munosabat bilan hozirgi munosabatimizni taqqoslaydigan bo'lsak, bu albatta o'sha
bu yerda prezidentimiz va ularning komandasini mehnatini ko'ramiz. Xullas do'stlar, C51 formatidagi uchrashuvdan biz nima kutamiz? Albatta iqtisodiy rivojlanishimiz uchun kerakli bo'lgan katta shartnomalar, rivojlanayotgan mamlakatlarda kreditlar juda muhim. Arzon kreditlar, ya'ni davlat miqyosidagi kreditlar odatda o'sha foizi kam bo'ladi va u rivojlanayotgan mamlakatlar uchun iqtisodiy nuqtai nazardan juda muhim bo'ladi. Sababi hattoki o'sha Saudiya, Qatar davlatlariga o'xshab yer yuzi tagida neft toshib yotgan bo'lsa ham baribir sizga kreditlar kerak bo'ladi. Undan tashqari texnologiyalar kerak bo'ladi. Bilamiz, Amerika texnologiyalar bo'yicha ilg'or. Ko'pchiligimizni qo'limizdagi telefonlar yo o'sha amerikanslar ishlab chiqargan, yo Apple bo'ladi, yo Android bo'ladi. U kelasi ham bilamiz, Amerikaniki, Amerikani kompaniyalariniki. Shuning uchun undan tashqari baribir IT, texnologiya, mana hozir semiconductor deymiz, ya'ni mikrochiplar, AI juda katta bir dunyoda hozirgi kunda o'z o'rniga ega bo'lyapti. Shularni inobatga olib, albatta Central Asia +1 sammiti shu 5 ta davlat uchun juda muhim. Aslida bu nafaqat ular uchun, balki qo'shni Afg'oniston ham uchun juda muhim. Sababi O'rta Osiyodagi shu 5 ta mamlakatda iqtisodiy jihatdan ishlari yaxshi bo'lib, xalqi yaxshi yashasa, davlati yaxshi ishlasa va millati tinch bo'lsa, o'shanda qo'shnilar uchun ham bu yaxshi bir pozitiv holatlarga olib keladi. Xullas, o'rtoqlar, bu ham zo'r yangilik. Prezidentimiz va komandalariga omad tilaymiz. Bosinglar. O'rtoqlar, 4-chi va oxirgi yangiligimizga keldik. New York tarixida birinchi marta musulmon hokim saylandi va uni ismi Zohran Mamdani ukamiz bo'ladi. Asli kelib chiqishi hind bo'lgan Zohran Mamdani New York tarixidagi ilk musulmon merga aylandi va yangi tarixni boshlab berdi. Bu juda ham yaxshi yangilik. Kim uchun juda yaxshi yangilik? O'zbeklar uchun juda yaxshi yangilik. O'ylagan bo'lishinglar mumkin, bu kelajakda prezident bo'lib ketishi ham mumkin degan gaplar bo'lishi mumkin. Yo'q. Trampchi tog'alar, xavotir olmanglar. Tramp akamiz ham biladi buni. Bu odam prezident bo'la olmaydi. Prezident bo'lish uchun Amerikada tug'ilgan bo'lish kerak. Zohran Mamdani nima uchun o'zbeklarga muhim? Men buni tushuntirishga harakat qilaman. Amerikaga borgan o'zbeklarni hozirgi kunda endi unaqa emas, boshida mana 10 yil oldin 70-80% aholi New Yorkka borardi. Ya'ni New Yorkka Brooklyn, Queens tumanlariga borib joylashardi. O'zi New Yorkka borish o'sha Amerikada oldindan juda populyarniy bo'lgan. Samarqandliklar o'sha Brooklynga borib, Brooklynda joylashardi. Demak, Zohran Mamdani o'z nutqlarida o'zbeklarni ham ta'kidlab o'tdi. Amerika politiklarini nazaridan chetda qolib ketgan o'zbek hamshiralariga rahmat aytdi. Shahrimiz siyosati tomonidan ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan insonlarga minnatdorchilik bildiraman. So'zim yamanlik do'kon egalari, meksikalik buvijonlar, senegallik taksi haydovchilari va o'zbek hamshiralari. Bu juda muhim, sababi haqiqatdan Brooklyn, Queens, New Yorkda umuman olganda juda ko'p o'zbek hamshiralari New Yorkdagi onaxon otaxonlarga, boshqa bemorlarga qarashadi va o'zbeklar orasida hamshira bo'lish juda ham populyar. Va bu narsani so'zlaridan birida ta'kidlab o'tishi bu hokimning qanchalik
yaxshi insonligi, insoniyligini bildiradi. Xullas o'rtoqlar, bu yangiliklarni hammasi o'zbek jamiyati, o'zbek xalqiga tegishli, o'zbek davlatiga tegishli va o'zbek millatini dunyo miqyosida qanaqa o'rnini egallayotganini biz ochiq yangiliklar sifatida ko'rsatishga harakat qilamiz. O'zbek millati, o'zbek xalqi dunyodagi eng yaxshi xalqlardan biri deb hisoblayman. Shuning uchun O'zbekistonni yangiliklari o'zimiz uchun, biz uchun, hammamiz uchun juda muhim deb o'ylayman. Agar sizga O'zbekiston haqida, o'zbek millati haqida yangiliklar qiziq bo'ladigan bo'lsa, like tugmasini yoki podpisatsiya deydimi, follow tugmasini bosishinglarni so'rayman. Undan tashqari bizda ilm-fan, texnologiyalar yangiliklari haqida va O'zbekistonni u yo'nalishlardagi o'rni haqida gaplashamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan Nurzod Nurali bo'ldi. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr. Rahmat.